Kishilarga ham g'iybat qilish yengil qaraladigan mavzu bo'lib qoldi. Но правильно ли это? Нет. Абсолютно не oqlab bo'lmaydi bu narsani. Odamlar iskrinniydek tutadi o'zini, lekin vaqt soati kelganda maskalar yechilib qolishidan o'zi xijolat bo'larmikan shunaqa insonlar? O'zi yaxshi bo'lishdan ko'ra boshqalarning fikri bu haqida yaxshi bo'lish qiziqroq bo'lib qolganda. Men уже qo'rqib ketyapman, bu ketish bo'lsa, qanaqa rasvogarchiliklar bo'lib ketishi mumkin. Реально. Pul odamni buzadimi, mashhurlik odamni buzadimi? Давайте yaxshi gaplashamiz aka. Bugungi podkastimiz mehmoni hamma tanigan, bilgan Ilon Musk emas, Xursand Rozi. Salomat. Ya'ni Isfandiyor. Real Mbappeni tanishtirsangiz bo'lmaydi. Tanimayman men Mbappeni, to'g'risi. Boshlaymiz короче. Bu podkast oti nima edi aka? Gap tagidagi Gap. Mana bu Dior Production. Producer. Mana bu Barjoni. Bu o'zi mikrofon. Ketdi. Chotki. Nima gaplar? Aka qani nima ish qilasiz o'zi? Men pashti bekorchiman. Shu bekorchilikdan kelib mana shu gaplashib o'tirgim keladi yaxshi bolalar bilan, yaxshi insonlar bilan. Nechinchi yilsiz? 92-yil. Uyalmaysizmi? Sal uyalaman bir xil payt, har doim emas. Odamlarga ozor berib qo'yishdan, ko'plarning qalbiga, короче, не только qalbiga, tanasiga ham jarohat yetkazib qo'yganman o'sha ishlarimdan uyalaman. Chunki ugrajat qilasiz hozir. Yo'q, ugrajat qilmayman, просто ochilyapti, deyman. Siz nimalardan uyalasiz, misol uchun? Ha? Uyalmayman yaxshi. Vel ma'mur ichsam bo'ladi. Men kutib o'tirdim, qizil boshida. Og'zim qurib ketgan. Короче, podkast kelajagi bor. O'shaning uchun sekin product placementlarni o'ylashsa bo'ladi. Barjomi ekan. Tekin reklama boshiga. Keyin pul berishingiz kerak o'sha. Bosamiz. Xullas, ushbu podkastimizning mohiyati, mazmuni yosh avlodni sog'lom turish tarziga targ'ib qilish, sportga, to'g'ri ovqatlanishga, odam o'zini yaxshi ko'rishga desa ham bo'ladi. Ha, shu hayron qolaman oxirgi paytda. Bilasizmi nimadan? Nimadan? Bir xil qizlar bo'ladi, bilasizmi? Rasmlariga juma kuni like bosangiz. Ha. Ana oldilarida har xil salar ovqatining arg'ili ko'rinib o'tadi videolarda. Onasini ham bashara shunaqaki, makiyajni artsangiz, Toshkent yamalardan ko'p chiqib bordi. Atirning oldida tursangiz, jig'ildoningiz qaynab ketadi. Chida bo'lmaydi. Ana Instagramning biosiga poklar uchundir. Amor fati toyibatun toyibinlar tahsanlar rohati fi dunya deb yozib tashlagan bo'ladi. Maza qilaman. Ne pandemiyada mana shu o'lib ketmagan ekan deyman bir xilda. Hozir mana shu Instagramda ko'rsak, buzilib yotibdi desak xato bo'lmaydi-yu, to'g'rimi? Yoshlar-yu, yosh kattalar-yu 40 ga kirganman demayapti, 20 ga kirgan 20 ga kirganman demayapti. Nimadan deb o'ylaysiz shuni? Nima kimni ta'siri bo'lyapti, blogerlarnimi? Blogerlar anu nog'ora qanaqa nog'ora o'ynatsa shunaqa nog'ora chalishadi-da. Odamlar shu o'ynayapti, o'shanga like bosyapti, o'shani qilyapti. Trash. Meniki zo'r kontent. Yo'q, unga. Meniki anaqa ilmiy ommabop kontent, короче. Anaqani oshiradi, falsafani oshiradi. Men eshitdim, har xil mishmishlar yuribdi ekan. Mana videolarni ko'rib ko'p bolalar to'g'ri yo'lga kirib ketgan. Instagramga filosofiyani, ya'ni faylasufona prikollarni olib kirgan bola, shu bola bo'ladi. Prikol emas, u bor gaplar. Ha, seriozniy gap. Hammasi bo'lgan gap. Реально. Suparizini shpagatga o'tkazgan 100% fakt prooflari bor. Videolargacha oladi. Ha, Suarega siz ko'rsatma. Suarakka varrak qilib uchirgan paytlarim bo'lganda. Brend moda emas. Hozir ishonishmaydi. Siz brend qilgan ekansiz-da, brend gapini o'zi siz olib kirgan. Trendga olib chiqqan odamman aka. Hammada lichniy brend bo'lsa, menda prilichniy brend. Prilichniy brend. Ha, takoy. Bolani gap so'zlari qo'rqityapti meni. Shu gap so'zlaridan qo'rqib. Suarakka varrak qilib uchirganman desam ishonishmaydi o't. Bila. Kameraga ko'rsatamiz biz buni. Suarakdan varrak. Nifiga sibe. O'zi bo'lmagandir, qanaqa qiyinchiliklar tug'dirgan mana shu narsa sizga mana shu. Ko'zingiz qizarib turadimi? Bir xil payt, kechqurun. Qaysi kunlarda? Juma kundan tashqari. Nimadan keyin? Uyqudan oldin. Tutundan keyinmi yo? Yo'q. Nimani ko'zim qizargan paytlari suvni siqib ko'zimga tomizganman. Bu ham bor, proof bor. Suvni siqib ko'zimga tomizganman.
Fokus qilyaptimi yo'q, bilmadim. Shunaqa gaplar. Suvda yuruvchi hayvonlarga ham suzishni o'rgatgan siz bo'lar ekansiz-da o'zi. Ulardan hammasi qurulib yurardi. Sakrab, yugurib, yurgani qilib bo'lgan, keyin siz bilan gaplashgandan keyin. Oldin agrotonda faqat quruq qurtlar bo'lganda, toki balg'amim kelmagunigacha. Dal shu yog'iga shilliq qurtga aylanib ketishgan. Ay, mana shu haqida hech o'ylab Balg'am yig'ilib qolgan, qiyin bo'lgan. O'zi kechirsin. Bitta kommentariy ko'rib qoldim Instagramda. Qanaqa? Bitta yoshroq bola video olgan, tam Yuzishib yotgan. Agar Xudodan qo'rqmaganimda gapiradigan gaplarim ko'p edi degan. Qanday? Rosa o'ylantirib qo'ydi shu. Lunjindagi yong'og'ini chiqarib tashladigingiz keladi, ertaning bolangiz g'alati tug'ilishidan qo'rqasiz. To'g'risi, Xudo ko'rib turibdi. Yo qo'rqmaysizmi? Yo'q, hammamiz qo'rqamiz. Men qo'rqaman. Mana qo'rqaman. Yaxshi qilmagansiz. O'sha kommentariyni ko'rib, o'sha sizga nisbatan fikrlarim ancha o'zgardi. To'g'risi, men sizni prikolist, yumorist deb mana shunaqa ko'z bilan qarardim. O'sha u gapdan keyin o'sha bitta gapni o'zi odamda boshqacha tushunchalar uyg'otib qo'yishadigan gap bo'lgan ekanda o'zi o'tda. Butun SNGda mana oldim kelishadi, uyimdagida kutib turishadi ana. Ikki og'iz suhbatingizni olay deb, ana og'zim bitta bo'lgani uchun ikki og'iz suhbat bera olmayman. Majbur отказ qilasiz. Tu variant yo'q. Shu uchun ikki og'iz suhbatingizni olib qalbimga menga plyus psixologik sizni bu yuraga siqadi, o'sha odamlar kelyapti. No imkoni og'iz bitta. O'sha gapni ishlatmaganim meni plyusim bo'libdi-da. Da. Bu uchun rahmat. Bitta og'iz gapingiz deganingiz uchun bitta og'iz bilan keldim. Gap yo'q. Bu uchun rahmat alohida sizga. Alloh rozi bo'lsin. Bugungi jamiyatimizda, bugungi yosh avlodning ichida hammani ko'ziga ko'rinayotgan muammolardan eng kattasi deb qaraydigan muammoingiz qaysi sizni ko'zingiz bilan qaraganda? Boshqalar uchun muammo meni borligim internetda. Bu juda katta muammo tug'diradi odamlarga. Tipo ular tinch yashab yotdi-da, bu yerda bam. И всё, ularga joyi yo'q, o'rin yo'q, bozor quragan. Bunga jiddiy yondashmasa hozirdan, ertaning 5-6 yilda bu narsa o'zining mevasini ko'rsatadi. Уже siyosiy darajaga chiqib ketadi bu narsa. Что hech kim to'xtata olmaydi, tushunsiz? Buni hozir hech kim seriyoz olmayapti, jiddiy olmayapti. Ertaning nimadir bo'lib ketsa, не дай бог deyman. Не дай бог. Qarshi kurashish, saviyali kontent qilish degan narsa yo'q. Mendagi saviya ko'tara olmaydi hozirgi jamiyat. Hozir agar boshlasangiz, u saviyani ko'tara olmasligi mumkin. Siz ko'tara olmayapti. Tayyorlayapsiz. Уже ko'tara olmayapti. Tushunsiz? Instagramingizga DR Xursand Rozi yozilgani, u doktor Xursand Rozi deganimi? Конечно, doktor. Unvonlarim bor uyimda. O'sha meni qo'rqityapti bu bola o'zining unvonlari, doktorligi haqida gapirib. Bizni bilmaydigan, omma bilmaydigan yana qanaqa faktlar bor? Omma bilmaydigan faktlarmi? Menimcha hammasini gapirib bo'ldim. Bugungi kungacha yo'g'ini sekin Xudo ko'rsatadi o'zi. Men yaxshi niyatda yasharib yuribman, hozircha keyin yo'q-yo'qdan chiqib kelib qolsa, ranjishli, ko'ngil olishli bo'lish kerak. Tushunishga harakat qilyapman, lekin gaplaringiz juda qiyin. Menimcha bir 10 yildan keyin bu podkastni ko'rib, sekin tushunishni boshlasam kerak. 10 yil kamlik qiladi gazetda. 10 yil ham kammi? 45-50 yil agar umringiz bersin, Xudo umringiz kam bo'lsin demayman. Umringiz yetsa, Xudo xolis sekin shu yoshga yetganda hassani qo'lga olgan paytingizga to'g'ri kelishi mumkin. Meni gaplarimni chaqishma qizim. O'sha hassa bilan. U hassa malatok rolida bo'ladi-da, yong'oqni chaqib beradi. Yong'oq bu meni gaplarim, ichidagi mag'zi bor. Tushunsiz? Mana shu shuncha bilimni bir o'zingizga olib yuribsiz, bu xasisligingizdanmi, nimadan bu? Nimaga ulashmayapsiz yoshlarga o'zingizni bilimingiz bilan? Nimaga har xil ularga maslahatlar bermayapsiz? Mana bu kitobni o'qi deb yoki o'zingiz yozgan kitoblaringizni hozircha asrab yuribsiz, erta 100 yildan keyin auksionga qo'ya olmoqchimisiz? Kursim bor meni, shu kursimni sotib olishsa o'sishligi mumkin. Ongli o'sish degan. Ongli o'sish? Uni yosh kattalar ham olsa bo'ladimi? Misol 40 ga, 50 ga, 60 ga. O'zi chegarasi bor, limiti. Короче, 35 yoshdan 75 yoshgacha mana auditoriya. Tipa ongli odamlar. Ungacha tam TikTok, miktoklarda. Men kursim buncha sotib. Qo'lingiz soatingiz originalmi? Yechmang, Xudo haqqi yechmang. O'giring, bu yog'ini o'giring. Chorsidagi podземkadan oldingiz, to'g'risini. Yo'q. 25 ming. Yo'q, chet elga chiqaverasiz ekan. Qizil pasport bor-a chet elga. Turkvaza to'g'risi sotadi mana shu. Yo'q, adashyapsiz. Qarang, o'tida farqi bo'lishi. Sotadi mana. Bir xil. Yo'q, u ozgina boshqacharoq. Uni mana bitta bosadigan joyi bo'lar ekanda. O'sha yerdan ajratib olar ekansan. Bundoq qilsangiz. Telefonimga tegib ketmang. Yo'q, telefon. O'zi bir 6 tami antiseptik ishlatganmiz. Menimcha. Yo'q. Tegmang telefonimga. Tushundingiz-ku? O'z Rim sonlarini tushunasizmi? Ha, yaxshi o'qiganman.
Buni nimaga sizga qaratib qo'ydim? O'zingizni tanishtirish uchun vaqt ketdi. Xursand rosa. Hamma biladi, ism, familiya, nechinchi yilsiz, maqsad nima Instagramdan. Xullas nechinchi yilman. U paytlarda Yil hali ixtiro qilinmagan bo'lgan-a? yo'q, Olovdin jinni bilasiz? Yo'q. Bilasizmi? Bu Google yozsangiz chiqadi. Hozir yozing. Hali shart emas. Короче, o'shandan 4 yosh kattaman. Olovdin 4 yosh. Rovni 4 yosh. 4 yoshi tug'ilganmisizlar. bir kunga kattaman. Ha, siz undan U 4 yil keyin tug'ilgan. De haligacha yashaydi. Mana o'zi Xudo umrini bersin. umringiz Yashagan. uzoq bo'lsa, turishingizga qaraganda sportga befarq odam emassiz. To'g'rimi? Sportga, конечно. Sport meni hayotimni qutqargan. Maktabdaligimda bola o'g'irlari kelgan. Hammani o'g'irlashayotganda men trenirovkada bo'lganman. Sport hayotimni po faktu qutqargan. Ajoyib. Kitob haqida nimalar deya olasiz? Kitobni O'qish kerakmi o'zi yoki kerak emas narsami kitob? kitob o'qishni o'rganish kerak. Ha, ya'ni tushunishni. Da. Faqat o'qib qo'yib, короче, men Yagona bitta kitob bor, o'shani o'rganish kerak. O'qishni o'rganish kerak, ma'nosini tushunishni o'rganish kerak. Xullas, o'sha kitob o'zi yetadi. O'shani o'rgatsa, qolgan narsalarni o'zi tushunaveradi. Tushundinglar qaysi kitob haqida? Men siz haqingizda boshqacha fikrda bo'lgan ekanman. O'zi rostdan ham hayotda ham seriozniy, jiddiy. Yechgandan keyin gaplashiladi bu narsalar. Ha. Shunday, ozgina achib o'tirib. Hali yarmi bordi. Qarang, bu podkastni olishimdan maqsad mana bunaqa bo'lganda, o'zim bir 5 yildan beri trenirovkani to'xtatib qo'ygandim. Kitob o'qish deganda faqat Trenirovka ham qilganmiz. Ha, oldin qilganman, suzishga borganman, shashkaga borganman, bilmayapti qo'llarim yirtilganidan. Qo'lingiz boshqa narsadan yirtilgan deb o'ylayman. Yo'q. O'tkir bo'lsa. Shashkani anaqasi kirib ketib qolgan. Xullas, kitob o'qiganimdan keyin boshqacha xulosalarga keldim. Kitob haqida, sport haqida, nimaga sport kerak, nimaga kerak o'zi qarib qolibsiz-ku deyishingiz mumkin menga qarab. Sport nimaga kerak? Vaqtida tengdoshlarim bunaqa bo'lmasin, hech kim bunaqa bo'lishini tarafdor emasman, lekin tan olish kerak, bu hayot haqiqati. Invalidniy kresloda yurganda yoki o'tirgandan ko'ra, men velosipedda yurishni niyat qilib, sportni to'xtatish niyatim yo'q. To'g'rimi? Qanaqa qaraysiz shu fikrga? Masalan, Qaramayman. qarang, bu o'ylab ko'radigan mavzu. Hayot qiynagan ekan normalniy. Normalniy qiynagan hayot. Men necha yosh berasiz? 72 yoshman sanasizmi? Yo'q. Ko'rdingizmi? Pasport alishtirgansiz. Yo'q. Xotin alishtirgan. Metrga almashtirgan. Hayot. Xullas, siqilib ketdimmi? Davaychi, yaxshi gaplashamiz, oka. Men o'zi yaxshi bo'laman. Achkinani Ichamiz, cho'chchi to'g'ri taraymiz. chiqamiz. Hammaga salom. Sizlar bilan Isfandiyor Husanov. Ana endi jiddiy suhbat qilsak bo'ladi. Jiddiy suhbatni boshlaymiz. Haqiqiy suhbat. Hayot haqida shu yoshga kirib qanaqa xulosalarga keldingiz? Hayot siz uchun jistoki, og'ir, qiyin narsamikan yoki lehki qarasa bo'ladigan narsamikan? Test, imtihon, испытание, urush, jang, politsiya ham bo'ladi. Bu yoqqa keldingiz, короче, tezroq оружиeni yig'ib olishingiz kerak. To'g'ri komandani tanlab qarshi komandaga kurashish kerak. Liba tam kurashmasdan ham chetroqdan o'tib, o'zini yo'lidan ketib olish kerak. Glavniysi urushda qatnashmasa ham, glavniysi anu tarafga o'tib ketish kerak emas-da, qarshi dushman tarafga. Ikkita yo'l bor hayotda, yaxshi, yomon. Qiyin joy deb o'ylayman. Siz o'zingiz uchun bu hamma 100% qo'shilaman bu fikrga demaydigan, lekin o'zingiz uchun aniq fakt bo'lgan, og'riqli temalar bo'lganmi hayotingizda? Nohaqliklar, og'aynilar, tam ko'tarilib ketganingizdan keyin, zizda bo'lganingizdan keyin qilinayotgan muomalalar, oldingi holatingizdagi qilingan muomalalarda o'zgarish sezasizmi atrofingizdagi odamlardan? Menda jam unaqa tiqlar bo'lmagan o'z qurugimda ham. Ya'ni prям u darajada bo'ladigan. Naborot yaxshilar bo'lgan, tam ko'tarilgandan keyin, tam tanilishlar bo'lgandan keyin men ularga qanaqadir ma'noda o'sha oradagi oqibatni ko'rsatib qaytarganman qaysidir. Misol kimdir tam krossovka biznes qilyapti, bratishkam. U har doim menga yaqin bo'lgan, men hech qanaqa hech kim meni tanimagan paytlarda ham yonimda bo'lgan. Endi u shunaqa nimadir biznes qilyapti, tam repost nimadir qilib bera olasizmi? Bez problem. Okey, tam yubor, silkani tam qo'yamiz boshqa. Chunki ancha qiyinchiliklardan biriga o'tganmiz-da bolalar bilan. Men atrofimizda unaqa menda kedala bolalar bo'lmagan. Prikollar qilaman, lekin bu mavzuda qanaqa ma'noda Fayzi misol uchun bilasiz. Unda paytida bo'lardi, stories qo'yardi, ozgina vaqt o'tib 400 prosmotrda. Men qo'yam, misol 30 ta bo'lardi u payt. Oddiy lichniy akkaunt yo'q.
Etam derdim-da. Etamda prosmotrlarning oldimda ko'rsa, anaqa ko'rib o'tirganda havas bo'lardi, конечно. Vaqt o'tdi. Ikkalamiz почти stories qo'ydik. Unda o'sha 200-300 ta, menda 12 mingtada. Qancha 400 ta normalni ko'p unda. To'g'risini qancha dotdi? Ko'rsam 12 ming ta. Eva bilan uni kibrlanishi ham deb anaqa qiladi. Shunaqa momentlarda hazil puzzle bo'ladi, tak. Unaqa yomon bo'ldi, Fayzi ham takji oldin qanaqa bo'lgan bo'lsa, keyin ham shunaqaroq. Pul yoki mashhurlik insonni buzadimi, nima deb o'ylaysiz? Anaqasiga qarab, fitratiga qarab, tabiati shunga qarab. Buzishi ham eng osonda buzishi. Endi imkon bo'lgani sari odam erkalanishni boshlaydi, boshqa qiladi. Misol oldin kam qizlar yozgan bo'lsa, keyin hozir bo'lib ketib qolishi ham mumkin. U payt kontrol bilish kerak odam. Tabiatiga bog'liq. Tabiati buzuq bo'lsa, o'zi puli bo'lmasa ham, mashhur bo'lmasa ham buzilib ketadi. Ko'rganmiz nechtasini. Seryozni olib aytganda, gap so'zlaringizdan bilinyapti. Qanaqadir kitoblarni yoki paftor yoki juda ham har xil kitoblarni ko'p o'qib olgansiz. Har xil kitoblar emas. Menda avtorlar bo'yicha bilmayman, qanaqadir tanlayman. Misol agar bu dunyoqarash, ya'ni mirovozreniyamizga oid kitoblar bo'lsa, bu menda shunaqa shayx kitoblardan boshqasini o'qiy olmayman. Qabul qila olmayman, ya'ni. Tilini tushunish qiyin-da bir xillarni. Boshqa avtorlarni. Adabiyot bo'ladigan bo'lsa, O'zbeklardan O'tkir Hoshimov. Mani dunyoqarashim shakllanishi, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, nimaga qanaqa reaksiya qilish kerak. Hammasi shu bolalikdan o'qilgan, tam daftar hoshiyasi bitiklar, boshqa kitoblari, hamma kitoblarni o'qib chiqaman почти. Yana ham niyatim bor qolganlarni o'qishi. Mani dunyoqarashim adabiyot bo'yicha ko'proq O'tkir Hoshimov tarafdan keladi. Chunki samimiy odam-da. Men odamzodda eng katta zo'r kачество qaysi bo'lishi kerak deyman? Samimiylik. Samimiylik bo'lmasa, odam o'zi bilan o'zi ham qolganda o'zini yeb qo'yadi. Qanaqa ma'noda? Tamom iddia xatolarini noto'g'ri yo'ldan ketaveradi. Agar o'zi bilan samimiy bo'lsa, eng kamida to'g'ri yo'lni topib oladi. Agar o'ziga bo'lsa, kibr bo'lmasa o'zida. Kibr bu o'sha haqiqatni tan olmaslik. Ko'pchilik manmanlik deb adashtiradi. Samimiylik bo'lsa, kibr boshqa narsaga o'rin ham qolmaydi. O'sha eng katta odamzodga kerak kачество menimcha samimiylik deb o'ylayman. Hozir sezilarli darajada bilinyapti. Bu jamiyatimizda ikki kishilarga ham g'iybat qilish oson qaraladigan, yengil qaraladigan mavzu bo'lib qoldi. Bunga nima deya olasiz? G'iybat masalasi to'g'risi anuda kerilib gapirib bo'lmaydi bu mavzuda. Bilmagan paytimiz o'zimizga ham kirib qolamiz-da. Bilmagan, prosta etkis желание bo'lib turib, sezmay ham qoladi odam bu yerda, g'iybat bo'lib qoladi deb. O'zi shunaqa tushuncha bor. Misol uchun, davaychi agar odam yo'q payti, misol uchun biz gaplashamiz, bitta odam yo'q oramizda. O'sha haqida gapiradigan bo'lsa, prosta 50 ming berishimiz kerak unga. Agar u haqida samnительныйroq gap gapirsa, 500 ming berishimiz kerak. Agar uni yomonlaydigan bo'lsa, 5 million berilishi kerak desa, o'sha narsa to'g'rilanadi. Даже u yo'q bo'lsa, bilmaymiz biz unga yoqadimi, yoqmaydimi. Umuman gapirish kerak emas, даже yoqadigan bo'lsa ham, menimcha yoqib ketsa kerak deydigan bo'lsa. G'iybat degani shu, ya'ni odam yo'q payti unga yoqmaydigan gapni gapirish, ne знаю, men qo'rqaman. Qancha bo'lib turadi menda, men samimiyman, xatoyim bor. Bo'lib qoladi bir xilda. Endi men o'sha shayx kitoblarini ko'p o'qiganman deganingizga shunaqa fikr kelib qoldi menga. Ko'p o'qimaganman, o'qisam o'shalar. Men ham o'qib turardim. Chunki o'qisa bo'ladigan, siz aytgandek, nima demoqchiligini tushunsa bo'ladigan kitoblardan, avtorlardan bittasi shayximiz. O'sha odamni, musulmonni, ya'ni musulmonda o'ziga yarasha haq-huquqlari bor, qoni, moli, obro'si, to'g'rimi? Hozir shunaqa odamlar bor jamiyatda, sizni molingizni yeb qo'yishdan, masalan, mana telefoningizni olib qo'yishdan qo'rqadi-da, lekin yo'ligingizda bundan-da katta zarar beradigan g'iybatlar qilib qo'yadi. Bu ham savol javobi menimcha bir xil qaralsa kerak bunga, to'g'rimi? Shunaqa, u men og'irroq ham olib ketish mumkin-da. Har xil последствияli anaqalar bo'ladi. G'iybatlar примерно misol eng oddiyrog'i, uni jinni deyish bo'lsa, eng oddiysi, banalniy, elementarniysi. Yomoni qanaqa bo'lishi mumkin? Bitta bola, yana ikkinchi bola, bitta qizni tam yoqtirishadi. Men bu oldin men bilan yurgan, bu undan ko'ngli sovishi uchun, qarochi men uni unaqa qilib qo'yganman, bunaqa qilib qo'yganman deb ko'nglini sovutib yuboradi. Men bu qizni ko'ngli men bu bolada bo'lgan bo'lishi mumkin, to'y bo'lishi mumkin bo'lgan bo'lib, to'y buziladi, anu qiz toza ham bo'lishi mumkin. Ya'ni taqdiri buzilib ketib qoladi-da. Bu shunaqa og'irroq darajadagi g'iybatlar ham bor. To'g'ri.
Mana shunaqa g'iybatlardan cho'chiyman, chunki juda ko'plarni eshitaman mana shunaqa bo'layotgani. Yosh ukalarda ko'p bo'ladi, tam maslahat so'rashadi. Endi bilib bo'lmaydi deyman, Xudo yaxshisini nasib qilsin deyman. Odam qiynalib bitta odamni xursand qilishlik uchun yoki uni ko'nglini olishlik uchun qancha harakat qilish kerak bo'ladi-da, masalan, unga vaqt ajratish kerak bo'ladi, e'tibor va nimani berish kerak bo'ladi. Lekin arzimagan ikkita gap bilan hammasini minusga chiqarib yuborishi ham mumkin, to'g'rimi? Nimaga shu haqda chuqurroq o'ylab ko'rmaydi odamlar? Hozir bu jamiyatimizni o'ylayotgan, qiynayotgan narsa nima deb men javob topa olmayapman. Hamma narsa yetarli darajada shart-sharoitlar qilingan bo'lsa. Bu masalada to'g'risi bir nima deb bo'lmaydi, nimaga? Chunki hammasi baribir tarbiyadan boshlanadi, odam dunyoqarashdan, lekin bitta oilada bir xil tarbiyani olib ham ikki xil odam o'sib chiqishi mumkin-da. Nima deb bo'lmaydi. Xudoni qiladigan eng katta yaxshilik shu odamga samimiylik berib qo'yish. Boyga aytayotganim bitta men sifatida shu eng qadrliman samimiylik, o'zida bo'lish. Оставаться samim собой. Qanaqa vaziyat bo'lsa ham, nima bo'lsa ham, misol uchun kimdirlar bo'ladi davrada tam yaxshilarning davrasiga tushib qolsa yaxshi obrazga qoladi va boshqa. Tam unaqa bo'ladi. Siz aytayotganingizdek keyin boshqa joylarda g'iybatlar qilish mumkin boshqa. Agar o'zi bilan o'zi samimiy bo'lsa, to'xta, nima men bilan oldin rol o'ynayapman? Nima men вообще g'iybat qiladigan odamman? Oldin o'zimni to'g'irlab olay, g'iybat qilmay, keyin bunaqalar oldi, yaxshi obrazga odamlar bilmayman, ko'proq o'zi yaxshi bo'lishdan ko'ra boshqalarning fikri bu haqida yaxshi bo'lish qiziqroq bo'lib qo'yganda. Bu hammasi tabiatda, tabiat bilmayman nimadan shakllanadi. Chuqurroq kirib ketadigan bo'lsa, ota-onani bolaga berayotgan rizqi qatdan kelayotganligi ham bog'liq deb o'ylayman-da. Misol uchun shayxni ko'p ko'rganmiz-ku, kinolarini boshqasini. Onalari betahorat emizmaganlar, otalari hech qanaqa bir samnitelniy rizq olib kelmaganlar va bolalariga yedirmaganlar. Agar shunaqalarning orqasidan katta bo'lgan bola bo'lsa, u o'zi bilmagan holda shunaqa bo'lib ketishi mumkin-da, yomon. Elementarniy ko'p odamlar bilmaydigan, ham qiziqmagan mavzular bor. Misol ochiq oydin aniq qilsa, ozgina открытыйroq mavzu. Birinchidan to'ydan keyingi jinsiy aloqa, o'tda o'zi o'qiladigan duolar bor-da, что там uni a'zosiga jin ulanib olib nimadir anaqa qilinadi. Shunga o'xshagan mavzular bor. Ko'pchilik u duolarni ham o'qimaydi. Agar sen prям bolang zo'r yetishishni xohlayotgan bo'lsang, davay sabluday hamma narsasiga. Kerak shu duolarni o'rgan, duolarni o'qi, hammasiga sabluday qil, tahoratda bo'l, boshqa bo'l, ayolingga tam bolansini tahorat bilan emizsin. Ya'ni gap bilan emas, amal bilan o'rgat. Chunki o'sha odam keyin shunaqalardan keyin o'sib chiqsa, o'sha g'iybat qilmaydigan, yaxshi odam, samimiy bo'lishi mumkin. Xudo unga shunaqa narsani yuqtirishi mumkin. Ko'p duo ham olish kerak. O'sha shayx otalari juda katta odamlarning xizmatini qilib, faqat bolamni duo qilinglar derkanlar-da. Qanaqa odam bo'lib yetishib chiqqanlar. O'zlari unaqa darajaga bormagan bo'lsalar ham, farzandlari ularning qilgan mehnatlari, harakatligining orqasidan shunaqa yetishib chiqqan. Ya'ni bu yerda masala nafaqat odam o'zi, ota-onasi uni shunaqa darajaga yetib kelgunigacha nima qilgan? Prosta qo'yib qo'ygan, tam adasi ishda, oyisi uyni yig'ishtirish anaqa bilan iboratmi? Nimani eksang, shuni o'rasan-da. Uni jamiyatni shakllanishda ko'proq o'shani teparoqdagi pokoleniyani ham effekti bor deyman. Tarbiyaga ajratilmagan vaqt, ko'zga ko'ringan televideniyadan, ijtimoiy tarmoqlardan olingan tarbiya bilan mana shunaqa bo'lib to'g'ri bo'lib ketar ekanda. Shunaqa. Endi birovlarni ayblashni ham anaqa deb bilmayman, to'g'ri deb bilmayman. Televizorga qo'yib qo'ydim, bolam bunaqa bo'lib ketdi. Biz misol uchun siz, men bu yerda o'tiribmiz, sog'odamiz, hatcha qanaqa joylardan katta bo'lganmiz-da, nimalarni qanaqa odamlarning yonida yurganmiz, ular qanaqa bo'lib ketdi. Biz hozir misol uchun normalniy o'zimizni ayblab olgan, Xudoga shukr, ko'z tegmasin, oila bola-chaqamiz hamma tinch, spokойно suhbatlashib o'tiribmiz. Mana shunaqa joylarga kelish, yetib kelgunimizgacha ham misol faqat toza yo'ldan kelmaganmiz-da biz. Biz ham ketib qolsak bo'lardi, ketmadik nimaga? Va-первых, ota-onamiz Xudoga shukr yaxshi bizlarni o'stirgan, boshqa qilgan. Biz ham ko'rganmiz o'sha televizorlarni. Har xil videolargacha ko'rganmiz, kinolargacha ko'rganmiz, lekin o'zgarmadik. Именно gap masala ham konsertda, televizorda deyish ham men to'g'ri deb bilmayman, to'g'risi. Olgan oladi, olmagan olmaydi. Nafs ma'lum bir darajada ta'siri bo'lishi mumkin, lekin bu hammaga ta'sir qiladi. Uni deb bo'lib ketdi deyish xato. Odam o'ziga ham bog'liq baribir. Luqma duo, по-моему, luqma duo bolaga qanaqa o'sha aytolmani rizq berish, o'sha onasi ham o'sha luqmani berishi, qanaqa berishi, duolar ham katta sabab bo'ladi deb o'ylayman. Boya g'iybat temasini ochganimiz sababi meni 3 ta qizim, bitta o'g'lim bor-da. Umrlik uzoq bo'lsin. Men soat 2 javob qo'yishsiz. Qizlarimni rostdan
To'ka 10 ta, 100 ta o'g'il bolaga alishmayman ham, xayolimga kelmagan ham. Xudodan har doim iskrini aytganman, Xudo berayotgan, bu ham bitta rizqda, rizq deb qarab, alhamdulillah deb xursand bo'lganman. Lekin shunaqa orqadan chaniydiganlar bo'lgan, shamollab qolganmiz. Nimaga qizli bo'lasan? Yo, to'poy, bu meni qo'limdan keladigan ish emas bu. Men Allohning ishiga aralasha olmayman. Men qulman. Sen qanaqa qul bo'lsang, taqdiringni o'zgartira olmaydigan. Men ham xuddi shunaqa qulman deb tushuntirsangiz, tushunadi, tan olgisi kelmaydi. Shu uchun o'sha g'iybat temasini boya ochdim. Qo'rqinchli mavzu birovni to'g'risi, shu darajada erkaklar bilmadim, vaqt ko'pligidanmi, puli ko'pligidanmi, nimadan mayda detallarga oldin ahamiyat berilmasdi. Oldin yengillik qachon degan men o'g'il bolani erkak kishini gapirgan gapini eshitmaganman. Hozir oddiy tema bo'lib qolgan. 3 o'rtoq o'tirib olib, saniki qachon tug'adi, meniki mana kun tug'adi, bu yaxshi tema emas. Bu jamiyat naqadar gryaznilashib ketayotganini ko'rsatadiki, Arabiston bilasiz, oldin qanaqa gryazniy bo'lgan. Payg'ambarimiz ham islom diniga kelishdan oldin tam qiz tug'ilsa tiriklikcha ko'milgan, boshqa o'g'il tug'dirish uchun tam o'g'il ko'rayotgan odamga borib xotinini yuborib, qanaqa gryaz ishlar bo'lganda, hozir tam u qiz farzand ko'rgani uchun qoralash darajasiga kelayotgan bo'lsa, o'sha eski Arabiston xudoning eng katta g'azabi qo'zigan o'sha diyorga yaqinlashib qolyapti deganida, u boshlanyapti degan juda qo'rqinchli bu narsa. Agar u o'g'il ko'rayotganida ham mammallanib g'ururlanishga o'tgan bo'lsa, это уже страшно. Xudo ertinning o'g'lidan sinab qo'yishi mumkin. Ko'ramiz, har xil avval Xudo hech kim boshiga solmas, ani kuni ham ko'rdim deb Telegramda. Bitta qiz yo'ldan o'tayotdi, onasini ko'zini oldida kamaz bosib ketdi-da. Bo'ldi, ona уже shokda yerga o'tayotdi, turib bilasiz, ichidan nima o'tayotdi. Endi men onasi shunaqanaqadir g'ururlangan, otasi nimadir qilgan demayman ularni. No, odamlarni boshiga kelyapti-da, bu fantastika faqat kinoda bo'ladigan narsa emas-da. Real hayotda. Nima bo'lgan taqdirda g'ururlanib ketish, birovniga уже anaqaga o'tish, atakaga o'tish bu ma'noda juda xavfli, gryazniy narsa bu. Qo'rqish kerak bundan. Masalan, sizni ham videolaringizni ko'rib, millionlab prosmotrlar olyapti Instagramda videolaringiz. Sizga ergashadigan yoshlarimiz juda ko'p. Nitoga yoshlar, masalan, men o'zim ham ko'raman videolaringizni, maza qilaman. Demoqchi bo'lganim, siz qanaqa tavsiya maslahatlar bera olasiz farzand tarbiyasi bo'yicha? Farzand dunyoga keldi, xod qiz, xod o'g'il, qanaqa yo'l bilan tarbiyalab katta qilinsa, u jamiyatga foydasi tegadigan farzand bo'lib yetishi mumkin sizning azizda. Boy aytdi bu eng katta yaxshi sifat insondagi samimiylik dedimi? Ya'ni zo'r bo'lsa zo'rligini tan olish, yomon bo'lsa yomonligini tan olish. Men agar to'g'ri bo'lardi, где-то bir 40-50 yoshga chiqqanimda bu savol berilsa, o'zimni haqliroq deb bilardim-da. Hozir endi u darajaga yaqinlashib kelyapman. Hali ota bo'lishimga ozgina qoldi xullas. Ya'ni hali men bitta farzandni o'stirib 5 yoshgacha o'stirganim ham yo'q-da hali. Faqatgina uni ta'minlab kelyapman hozir sekin-sekin. O'rinli deb bilmayman, qanaqa taxminan ko'raman, xuddi yosh bolaga o'xshab bu narsaga qarasam. Avvalambor muhit, o'yladigan muhit. Misol uchun men o'zimni bu tomonlarni juda kritika qilaman. Sekin chakish tashlashim kerak, chunki farzand otasi kelyapti, undan hidi kelyapti, sekin bu narsa o'rganib, odatiy holga aralashib boradi. Bu narsadan cho'chiyman, tashlashim kerak. Ya'ni ko'proq o'zimdan boshlashni o'ylayman-da men. Muhit oiladagi qanaqa bo'lishi kerak? Har doim ertalab turib, sallayam turlaring. Davay. Yuzi boshqa qil. O'sha narsalarni yo'lga qo'yish. Men tan olib ketishim kerak, men unaqa agar bandalik ma'nosida gapiradigan bo'lsak, ideal emasman-da. Juda ko'p chiqib ketaman, muqyom yuraman. Bilmayman, menda xudo bu la'natdagi bir narsa menda. Perfeksionistman. Misol uchun ixlos kelmayotgan bo'lsa o'qiy olmayman. Ibodat qila olmayman. Qanaqa ma'noda? Tipa yuzaki, bu ichimdan kelyapti, majburligimdan o'qishim qanchalik to'g'ri deyman-da, tushunasizmi? Payti keladi. Nimadan qo'rqaman? Hayotimga boshimga og'irroq kulfat, tashvish tushganda o'qishdan ham qo'rqaman. Tipa 200 lamachilik. Shuncha payt yurding, tushda endi kelsanmi degan narsa uchun hatto Xudo biladi-da ichimdagina. Cho'chiyman bu masalada. Xullas, farzand tarbiyasida avvalambor odam o'zidan boshlash kerak, oilada to'g'ri muhit qo'yish kerak. Kontrolli qilish kerak. Misol uchun, rag'batlantirish degan sistema bor. Или tam kontrol degan sistema bor. Rag'batlantirish qanaqa? Mana kitobingni o'qi, mana uni diktantingni yozib qo'ygin, men senga ertaga tam shokolad yoki o'yinchoq olib kelib beraman. Bu bitta podxod. Ikkinchi podxod bor. Tepasida turaman, yo'q, hech nima yo'q, senga garovchi qilasan. Effektivnisi bo'yicha solishtirsa, motivatsiya emas, mana bu ko'proq yutib chiqadi. Baribir. Misol uchun aytganda kattalar, mana shu kattalardan eshitganman.
rag'batlantirib motivatsiya berib bunaqa qilsam bunaqa qilaman deganimdagi effekt pastroq mana bundan ko'ra tepasi turib nazorat qilish baribir boshqa kontrol kerak. men anaqa kommunistlarga o'xshab tuyulmasa ham SSRskiy sistemadagi tuyulmasa ham baribir o'sha yutib chiqadi effektivniy nazorat kerak. Nazorat deganda ham samimiyroq nazorat bo'lishi kerak, o'rtoqdagi bo'lib ozgina yaqin bo'lib, chunki oradagi ozgina masofa bo'lgani sari bilmayman bir xil oilalarni tushunmayman-da. Keladi, onajon assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men ketdim. Yo'q, ona bilan o'rtoq bo'lib, bizda misol shunaqa bo'lgan. Hech anaqa subordinatsiyali suhbat bo'lmaganda, возможно shu yaxshidir, chunki ana ziyolilar oilasi deb aytishganda shunaqa bo'ladi, deyiladi ko'proq. Bu jonimni keldim, onajonim o'tdim, ko'chada o'zini hayoti bor, uyda o'zi boshqacha subordinatsiya. Men tushunmayman unaqa narsani, chunki bizda o'rtoqdagi bo'lganmiz, oyim ushlardan so'kib ham tashirdilar. Adam bilan вообще samimiy bizda hech anaqa bo'lmaganda. Nimadir subordinatsiya o'g'lim. Men buni yomon demoqchi emasman. Просто men tushunmayman. Bu во-первых, yo'l chiroyli, chunki bir xil oilada bor, bolasini sizlashadi, qoyil qolish kerak, gap yo'q. Agar shunaqa sistema tuzilib, ularga yoqayotgan bo'lsa. Menga misol o'zim bunaqa sistemada o'sganim uchun не было по кайфу. Men ko'proq yaqin o'rtoq bo'lish qilgan bo'lardi. Anu tarafni yomonlamayman. Не критикую, но menga qiyin bo'lardi. Men bu tarafni o'zim uchun to'g'ri deb o'ylayman. Типа o'rtoq bo'lish kerak, kontrol qilish kerak. Ну, не совсем siqib yuborish kerak emas, subordinatsiya. Biza qanaqadir o'sha bizani yoshdagilar ozgina kontrolsiz qolgan vaqtlar ko'proq bo'lganda. O'g'il bolamiz bor. Biza ko'chaga chiqib, ko'chani tarbiyasini olgan vaqtimizda ko'chada rostdan tarbiya bo'lardi. Men bu katta buni aytganini qilgan, men bu yaxshi narsa aytayotdimi? Xo'p deb qo'yurgan buni. Men bu yomon, men bu yaxshi deb ko'rsatilardi. Hozir undan da og'ir sharoitlar bo'lib qolyapti pashti ota-onalar. Yana o'sha pul topish kerak, tirikchilik g'amida bo'lish kerak. Lekin ko'chaga chiqsa, tarbiyalanib oladigan odamlar, tarbiya beradigan odam o'zi yo'q. Tarbiya beradigan yoshdagilar o'zi tarbiyasiz bo'lib yotibdi. Jamiyatning saviyasi tushib ketyapti deb qo'rqyapman men. Men nimaga bu podkastni olyapman? Misol uchun menga nima kerak buni moliyalashtirish, kelib turib kimnidir vaqtini iltimos vaqtingiz bo'lsa keling gaplashish. Chunki shu jamiyatda bolalarim katta bor. Men o'sha qo'rqib ketyapman, bu ketish bo'lsa qanaqa rasvogarchiliklar bo'lib ketishi mumkin bu jamiyatda. Strashno. Men misol eski paytlar bilan solishtirsak ham, ota-onalarimiz Sherali Jo'rayev eshitib bergan. Biz kim eshitib berganmiz? Bu narsa bizning paytimizda bu bo'lgan bo'lsa, bizning bolalarimiz davrida kimlar chiqib keladi? U hozir уже молодежьni o'zida Morgensternlar chiqib kelgan bo'lsa, там уже strashno. Bilmadim, boyga aytgandek, oilani muhitidan boshlab adekvatnostni rivojlantirish menimcha kerak. Siz aytasiz, misol bizning paytimizda shunaqa okalar bo'lardi, ta'minat qiladigan. Men bilmadim, lichna menda baribir ikkala hammamiz ham o'sha rayonda katta bo'lgan, Sergelida katta bo'lganmiz, lekin bizarnikida уже o'lishni boshlayotgan payti bo'lganda, tam hamma xuligan, tam javna qilmaydi, tam noto'g'ri qilsam boshqa. Yo'q, bizda ishkal bo'lardi. Tipi qo'rqsam kattalar ham prichom. Qo'rqamansa bo'ldi, уже butun umrga xayolida bo'ldi, ketdi, o'zini osish kerak, o'ldirish kerak. Qo'rqsa ham, boshqa bo'lsa ham qo'rqmayman, garchi chiqaman. Chiqlardi, qo'yga o'xshab urishtirishardi xullas. Bizda sizlarda tag'in ham yaxshi bo'lgan ekan, to'g'ri anaqa. Bizda kattalar ham o'z konjunliroq bo'lganingizga. Qo'lida baklashkada nasha chakayotganlar ham bizga sigaret chakmagan deyishganda, chunki ular o'zida kuch topa olmasa ham, mana shu menga ergashmasin, bu noto'g'ri deb aytishganda, hozir o'zi qo'lida sigaretda sizga kuchliroq narsa predlagat qilishadi. Men buni ko'rgandek bu zo'r narsa ekan deb bilib. Hozir уже boshqa narsalar davri keldi. Уже ximический narsalarni davri. Strashniy qilib ko'rsatib qo'yishganda edi. Misol uchun otaga gap qaytarish, bu qanaqa oqibatlari bo'ladi. Bo'ldi, oq degan gap o'zidan qo'rqardik-da biz. Hozir ko'ryapsiz, nimalar deb Telegramda tarqatyapti. Otamni sudga berib qamatmoqchiman, nimadir, astag'firulloh. Bizaga bu narsani qo'rqinchli ko'rsatib qo'yishgani ancha polza bo'lgan. Tipa, reklamalar ham bilmadim, boshqacha sulayotgan narkomanlarni ko'rsatardi. Bu psixologik o'sha paytda bizaga qattiq ta'sir qilgan. Misol uchun, men hozir oson ko'rsatgan taqdirda ham yo'q, odam o'ylaydi, bu oxiri strashniyroq, bu tag'in ham o'sha paytda reklamalarda shunaqa bo'lgan, hayotda вообще qo'rqinchli deb turib, o'sha vohma bilan menimcha qilish kerak tarbiya deb o'ylayman-da. O'sha taraflar oqibatlarini ko'rsatib, ya'ni. Misol onaga gap qaytarish qanaqa bu qo'rqinchli oq bo'lish, vohma bilan bizga mana shuni tushuntirgan oyim ham. O'shaning uchun men vohmasini oqibatidan ko'p narsaga kirmaganman. Va bolani ham misol qabul qiladigan yoshi bor-da, agar qo'rqinchli boshdan ham
urushib anaqa qilingan bo'lsa, u urushish shuning uchun oddiylashib ketaveradi, odatiy hol bo'lib ketadi. Yaxshi bo'lib turib, nimadir qilganda tam sirq bo'lib qolsa, tam unaqa qilish kerak emas ekan. Men bilan yaxshi gaplashardilar. Agar boshdan o'zi qo'rs bo'lsa, boshqa bo'lsa, bu odatiy hol tam gapiraveradi. Ota-onam boshqa deydi. Shuning uchun ko'p o'zi mana shu xarakteri og'ir, buzurroq bolalarni uyda qarasangiz, otasidan qo'rs urishib anaqa qiladi, lekin effekt yo'q вообще. Men taniganlarning og'zida shunaqa bo'lgan. Hammasi urushadi, hammasi qo'rs, chiroyli muomala. Chiroyli muomalani, to есть urushni qachon qadri bilinadi? Chiroyli muomalada yurgan bo'lsa-da. Qadr kechasi har kuni bo'lganda qadri bo'lmasdi deydi. Shunga o'xshab qadri bilinishi uchun ham oldin buni ta'rif bilan berishga, mehr muhabbat, bolasini yaxshi ko'rib, nito qildim, sразу резкий anaqa bersa, tam reaksiya bersa. Shunda tam qilish kerak emas ekan, voqmagan bu narsa deydi. Shunaqa qilib shakllantirsa yosh bolaligidan. Уже noto'g'ri shakllanib bo'lgandan keyin unaqa qilsa, aytadi, eshitganmisiz? Bitta erkak kishi latta bo'ladi, xotiniga gap o'tmaydi. Ikkinchi o'rtog'i bor, tanishi, xotiniga gaqsa qo'liga qo'nadi. Sen qanaqa qilgansan buni xotiningni desa, to'yimiz kuni chimildiq qilib bitta mushuk kirib qolgan, shunda boshini usib tashlaganman deydi. Bo'ldi, xotinim duxiga o'tirgan, unaqa qilgan. Ha, deydi, uyga boradi, uyda mushuk kirib qolsa, boshini usib tashlaydi. Xotinimda qarab turib, mushuk kuchingiz yetdimi deydi. Bo'ldi, foydasi yo'q-da. So'zni kech. Uje pozni. Shunga o'xshab necha yoshda bu narsa berilyapti. U yoshiga ham bog'liq bu narsa. Filosoflarni men yomon ko'raman. Jak Fresko degan odam bor-da, kuzataman ko'p. Yevroy odam, tam juda aqlli bo'lgan. Filosoflarni men yomon ko'raman deydi. Ular muammolar haqida juda ko'p gapiradi, как решиться bilmadim. Mani ish emas deydi. Shuning uchun men ham o'zim muammolarni to'g'risi gapirish yomon ko'raman, chunki решать qilishi, meni videniyam bilan qanaqa решать qilsa bo'ladi, bir xillarni bilmayman-da, realni. Misol, hozirgi yosh kattalarni qanaqa o'zgartirsa, eng oson ответ bo'ldi, ularni o'zgartirib bo'lmaydi. No, как оно истинный laboratoriyada o'tiradigan geniylar bo'ladi, shunaqalarga o'xshab, men ishonaman, shu ularni ham o'zgartirsa bo'ladi-da. Kısaca shaxmatda men yaqinda o'rgandim, yoqadi. Hayotga o'xshatamanda, uni dash cheatlari bor-da, tipa qaysi xodga qanaqa javob qilsangiz, baribir yutishga olib keladigan. Demak, hayotga juda ko'p o'xshaydi bu narsa. Hayotda ham shunaqa narsa bor, невозможный narsani o'zi yo'q, просто biz yo'llarini bilmaymiz-da uni. Shu chetimizda yo'q bizda. Shu yosh kattalarni ham o'zgartirsa bo'ladi deb o'ylayman. U logikadan kelib chiqib emas, ularning o'zining logikasi bor. Ularning o'zini tam labirintidan kirib, o'sha tam yetkazish kerak. Yosh kattalarni misol qanaqa o'zgartirsa bo'ladi, buni men hali hech javobini topmaganman. Masalan, hozir sizda shunaqa imkoniyat bo'ldi deb hisoblaylik. Nimanidir bitta narsani o'zgartirsangiz bo'ladi. Nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Boyiga sifatda qo'shgan bo'lardim ham. Hammani bitta gap ko'p etding deyishinglar mumkin. Samimiyat degan funksiyani, hissi, kачествоni odamlarga bergan, udalit qo'ygan. Yomonmi tan olsin. Yomonligini bilyaptimi, to'g'rilansin. To'g'rilanish uchun samimiyat kerak, kibr bo'lish kerak emas. Kibr degani o'sha manmanlik emas, haqiqatni tan olish. O'shanga qarab yo'l tutishi hammani yuragiga solib qo'yish iloji bo'lsa zo'r bo'lardi. Omadga ishonasizmi? Omadga-da, конечно. Qanaqa qaraysiz omad deganda, nima siz uchun tushuncha kerak? Omadmi? Tug'ilish o'zi omad. Nechidir trilliontadan birinchi bo'lish omad. U tabiiy hammamiz tan oladigan omadlardan bittasi. Siz o'zingizni ko'zingiz bilan boshqacha nazarda qaraydigan omad. Uzr, men bor, gapingizni bo'laman. Omad dedingiz. Hozir men aytdim, tipa tug'ilish o'zi omad debchi. Hamma ko'rish kerak deb o'ylayman hozirgi kunda. Endi agar yumorga qiziqsa, zo'r serial kino olinyapti Toshkentda. Debillar degan nomli, prям без senzura, hayotda qanaqa gaplashsa, shunaqa gaplar, prikollar bilan. Ikkinchisini premyerasiga taklif qilishdi. O'sha aktyor brat, men qachondir aktyor bo'lishni xohlardim. Men bunaqa debillar, shunga o'xshagan serial bo'lsa o'ynardim desam, u brat menga подписан ekan o'sha yerdagi aktyorda. Gaplashib ketdi, ikkinchisini premyerasiga chaqirdilar. O'sha yerda zo'r gap. Короче, bitta 4 ta og'ayni bor. Bittasi juda lo'q bo'ladi. Lo'q deganda qanaqa? Ochki taqib qolgan, jim turadi, kech yetib keladi. Любой narsa gapirsangiz, unaqa bo'lsa kerak deb javob beradigan bo'ladi. Ikkinchisi bor, nervniy. O'zi psixolog, lekin yomon nervniy bo'ladi. Короче, ikkalasi nimadir mavzuda gaplashib qoladi. Nervniysi, lo'qidan jahli chiqyapti-da. Doq qaraydi. Sekin kech yetib keladi. San. San bor-ku, san. Jinni bo'laman, san qanaqa qilib birinchi yetib kelgansan deydi. Zal buralgan deb shu joyda tipa ko'pchilik yetib kelmadi. San qanaqa qilib birinchi yetib kelgansan?
omad haqida gaplashganimiz yetdi. To есть u ham omadli tushunchasini orasidan aytib kelgan. Omadga ishonaman, omad juda ham kerakli. Qanaqadir stereotip gaplar bor, men ularga ishonmayman. Bir paytda matematik ustozimiz bo'lardi. Erkak kishini hayotda 3 marta omad keladi, foydalanib qolish kerak derdi. Bu gapga qo'shilmayman, lekin aytilishi to'g'rimi, noto'g'rimi pod вопрос. Chunki shunaqa deb qo'ysa, bolalar omadim kelyapti, 3 marta beriladi deb turib foydalanib olishi ham shakllanishi bor-da. Может, ustoz sifatida, может, domla aytganini qil, qilganini qilma deydi. Может, shunaqa deb aytgandirlar. Omad juda ham kerak erkak kishiga. Omad kelishi uchun bilasizlar nima qilish kerakligini, tam sadaqa, sadaqa, boshqa shunaqa narsalar. Omad duo. Omad duonisini olish kerak. 2 xil turdagi odam unaqa berilib, qiynalib harakat qilmay qo'yursin deyshadi-yu, o'sha ustozlarimiz, domlalarimiz. Biri ota-onasining duosini olgan inson, biri ota-onasining duosini olmagan, qarg'ishini olgan inson. Foydasi yo'q. O'sha foydasi yo'q. Shuning uchun endi biz ham hozir yoshlar deb gapiradigan yoshga yetib qolganmiz. Shuning uchun yoshlarga aytamiz, har doim ota-onaligini, xizmatlarini qilib, duosini olib yursin. Xudo aziz qilaman degan odamni hech qaysi banda, butun dunyo unga qarshi bo'lsa ham, uni xor qilib qo'ya olmaydi. Kimnidir biz ham misol, unaqa aqlli, odobli, o'qishlarda har kuni formada borgan bolalar emasmiz. Shu Xudoga yoqqan qaysidir amalimiz, qaysidir harakatimiz, qaysidir nimamizdir yoqqanki, ota-onamizni duosini olganlarimiz sabab bo'lganmi? Mana bugun shu yerda siz bilan men gaplashib o'tirishimiz o'zi ham bitta omad. Hozirgi kunda o'sha omadga kiradigan eng katta tema menimcha o'sha networkingmi deyshadi-yu, tanish bilish. Hammasi o'sha nima deydi? To'g'ri joydagi networkingda, shu joyda bo'lish. O'sha to'g'ri paytda, to'g'ri joyda bo'lish ham juda katta omad ekanda, chunki qanaqadir balotaning ichidan chiqib ketish uchun ham odam yolg'iz bo'lsa juda qiynaladi. Bu uchun yonida poddershka qiladigan, kak poddershka deganda men cho'ntingga men pulni solib qo'yamas, o'zini maslahati bilan, o'zini vaqti bilan, nimaniyasi bilan. Shunaqa insonlar bor. Bilaman, unaqa insonlar ko'paysin. Umrligi uzoq bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Hozir mana zamon rivojlanayotganligimi, tibbiyot rivojlanayotganligimi bilmayman. Har xil tabiblar, har xil doktorlar chiqib ketib qolgan, uzoqdan, distansiyadan onlayn tuzatayotgan doktorlarning guvohi bo'laman. Ishoning, onlayn telefonda tuzatyapti. Qanaqa qilib men tushunmayapman. O'shanga odamlar ishonib yozilyapti, o'shanga odamlar ishonib, bu shunaqa ekan, bu sehrgarlik-ku, prям sehrgarlik. Unda seryozni ko'z bilan qaraganda, to'g'rimi? Sizga agar savol berilsa, shaytonni siz aybdor deb ayta olasizmi? Menga savol berilsa? Sizga elementar primoy savol. Shayton sizningcha aybdor lичностьmi, tipi mavjudotmi? Yo'q. U tabiblar shunaqa chiqayotganlar aybdormi yoki ularga tam mamati bo'shlik qilib ishonayotganlar aybdormi? Я этому так отношусь. То есть anuni молодец bossin demayman. Tvar. Shayton tvari misol uchun. U ham takji shunaqa-da, tvari ishini qilyapti o'zini. Молодец eplir ekan, gap yo'q. Uni ishini yaxshilamayman. То есть молодец degan tipa eplayapti. Eplayotgani gap uni zo'rligida emas, gap bu yoqdagilar to'po'yligida-da. Men ko'proq ularga achinaman. Uni amali ham o'sha ayolga qarab ketyapti. Kimga подражать qilayotgani. Aldayapti, aldovchi kim? O'sha oxir ayonda unaqalarni. Я боюсь, misol uchun qo'rqinchli narsa odamlarni. Возможно, kстати, ikkinchi tarafi ham bor. Psixologik davolagan joylari ham bo'lishi mumkin. Yomonlab ham tashlash. 90-10da menimcha. Shunaqa. Tipa shoshmayman yomonlab tashlashga. Chunki real mamlatada muammosi borlar bor. U yoqqa borib, deydi, tuzalib qoldim deb, vazmin tuzalib, chunki mamlatga ham bog'liqda, odamga juda ko'p eshitganmiz, mashhur voqea bor. Bitta qiz tam anaqa bo'ladi, og'zidan qon nimadir keladi. Adasman doktorga borsa, bo'ldi, qizing tam nechadir kuni qolgan, deydi. Qiz bundan xabardor. Tayyorliklar o'limligini deydi, tayyorlanadi, olimdan o'tadi. Tam vaqt o'tadi, tam sekin shunaqa bo'lib kelib chiqadiki, u og'zidagi qon bo'lmagan, anor yegan bo'lganda, tipa-da, psixologik unitasi qo'ygan. Bo'ldi, уже tana o'lishni boshlaganda. Real odamga ta'sir qiladigan odamlar, ta'sirchan odamlar, u bizni ko'chada katta bo'lib, uncha narsa ta'sir qilmaydi. Psixologiya shunaqa narsa, odam bilib tursa ham ta'sir qiladigan joylari bor. Misol, men kofe 3 в 1 ichishga ham cho'chiyman kechqurun, chunki miyamda qolib ketadi. Chunki uyquga slab yuraman-da, men yaxshi vaqtda uxlamayman. Kofe ichib qo'ydim, 3 в 1 bo'lsa ham uxlata olmaydi, ya'ni uxlatmaydi. Bilib turib ham anaqa ketib qolaman-da men. Ya'ni shunaqa
sложный narsa, и, возможно, u qaysidir ma'noda ish ham berar. Но правильно ли это? Нет. Абсолютно oqlab bo'lmaydi bu narsani. Xato. Fikrlarni, miyani boshqarishni ham o'rganish kerak ekanda. Shunaqa odam o'zi birinchi qiziqish kerak bu narsa. Men misol psixologiyaga, tam gipnoz masalalariga, gipnoz ham psixologiyada ko'proq. Ko'pchilik gipnozdan ilohiyroq, shaytoniy, jinlarga oid narsa bo'ladi. Yo'q, gipnoz bu ilm konkretni. Psixologiyaga oid, tam odam taqqa etib o'chirish, boshqa qilish. U psixologiyaga qiziqqan odam o'zi uncha narsa ta'sirchan ham bo'lmaydi, ishonmaydigani skeptik bo'lib qoladi xullas. 100% ishonmaydi. Tanqidiy fikrlar ko'proq bo'ladi unaqa odam. В итоге baribir hammasi ilmda, psixologiyaga qiziqish. Aytadi, sigaret hamda turursa, odam sezmay qoladi deydi. Bitta bola ham aytib bergan, uyga keldim deyapti. Sigaret qo'yganman. Esimda oyim chakosami deyaptilar. Yo'q, aldamasang, aldamayman. Chakossan o'tsa, sizni menga bo'lgan ishonchingiz oxir payt men sizdan sovutib qo'yapman. Unaqa qilsa, sekin bundoq olib beradi, oyisi. Olib bersa, bundoq qarab turib, fokusnitsa ekansiz. Boya tak anu mavzuda gaplashdik-ku. Pul odamni buzadimi, mashhurlik odamni buzadimi deb. O'shanga yaqinda bitta narsa eshitib qoldim. Ustoz shogird bo'lar ekanda. Ustoz o'tirsa, shogird eshikdan kirib kelar ekanda. U yo'lda akazutsa pul topib olgan bo'lar ekan. Tillama endi qimmatli narsa, qimmatli buyum qarochi deydi. Topib olgan bo'lar ekanda, kirib kelgandan keyin ana ustozi qarar ekanda, ya'ni topib olgan narsangni yoki olgan narsangni borib joyiga qo'ymasang, bu seni halokatga olib boradi qarochi desa. Bir ham karomatli ustozsiz qattan bildingiz desa, buni bilish uchun menga karomat kerak bo'lmadi. Bunga bilish uchun farosat kerak bo'ldi. Ya'ni sen har doim ozgina o'zingga uverensing kamroq, ozgina cho'chibroq kirarding, bugun eshiklarni boshqacha ochding. Даже до того степени kelding, mendan tepaga chiqib olib, savol javob qilsan, o'sha men bilan bilintirib qo'yapsan qarochi degan ekanda. Bor narsa. Odamlar iskreniyda tutadi o'zini, lekin vaqt soati kelganda maskalar yechilib qolishidan o'zi xijolat bo'larmikan shunaqa insonlar? Endi xijolat bo'ladigan odam bo'lsa o'zi unaqa yo'lga kirmaydi. Atrofimizda to'g'ri yomon odamlar ko'p. Hozir shunaqa asr, shunaqa zamonda yashayapmiz, lekin yaxshi odamlar ham shunga nisbatan, shunga qaraganda kam emas. Bor yaxshi insonlar, o'rni yoqsa bo'ladigan insonlar. Siz bugungi jamiyatimizda kimmi? O'zingizga mana shu insondan o'rni yoqsan bo'lar ekan, mana shu inson yaxshi inson ekan deb biladigan insonlaringiz bormi? Bor, ko'p. Men bilmadim, o'zimni juda ko'p kritika qilaman-da. Yaxshi odamlar ko'p, qanaqa ma'noda? Prosta bilasizmi, men siz yomon bo'lsangiz ham darsh yaxshilik qilib uradigan odamlar bo'ladi. Bilan hayotimda oxirgi paytda shunaqalar ko'payib ketgan. Qarindoshlar, ham cheres qarindoshlar orasida juda ko'p ko'raman. Selay rahim degan narsa. Misol uchun men qanchalik bu gapimga qo'shilasiz bilmayman. Balki adashayotgan, balki sugubo bu menda faqat shunaqa situatsiyalar, boshqalarni gapirmaylik. Menda shunaqa даже мнение paydo bo'lib qoldiki, Toshkentda katta bo'lganlar. Sizga tanishmi bu narsa? Tipa birovga mehmonga borgisi kelmaydi ko'pchilik. Takja chaqirgisi ham kelmaydi. Kelsa yo'q edim, yo'q dedi, bor deydi. Именно misol amakivachchi nimadirlar bo'lsa, bilmadim, yosh kattalarda bor-ku, juda nosamimiylik bor. Mehmondorchilik masalasi, tipa u buni ko'ra olmaydi, ammasi bunisini o'qib o'rgan, bayonlar ham chiqadi. Tipa bolam shunda namoz o'qiganlardan chiqib turib, ammasi sekin kelib turib narsa tiqib ketadi. Shunaqa narsalar bilan Toshkentda ko'proq deb o'ylayman. Negadir? Endi bu meni anaqa, men ko'rganlarim shunaqa bo'lgan. Balki tiqilib yotibdi. Toshkentda yaxshi odamlar ham, Toshkentga javob bera olmayman. Shunaqa deb o'ylayman-da. Saqal boshqaroq hududlarda bu narsa juda yaxshi rivojlangan ekan-da. Men yaqinda bilib qoldim. Ularda ham har doim bordi keldi. Hammasi bu samimiy. Bizda qanaqadir ozgina bir-birimga qarab turib, jinsi chiqib ketsa, gapirishlar bor-da. Ular balki bu bizning o'zimizga xosligimizdir deydi. Hamma Toshkentda ham shunaqa bo'ladi. Prosta men duch kelganlarim ko'p Toshkentda bo'lganda shunaqa mehmondorchiliklar. Cho'chiyman. Yaxshi odamlar bor. Silay rahimda ko'p gap katta. O'rtoq bo'ladimi bu? Boshliq bo'ladimi? Qarindosh bo'ladimi? Silay rahim bor joydagi o'sha insonlar, silay rahmi bor odamlar har doim bor bo'lsa, o'sha yerdagi atmosfera ham yaxshilashib ketadi. Men ko'rganlarim ham boshliqlar, misol shunaqa bo'lgan, qarindoshlar shunaqa bo'lgan. U og'aynim shunaqa. Og'ayni deganda qanaqa ham ko'rishda unaqa emas. Hayitda misol uchun ham ana qurbonlik qilsa, og'aynim chiqarib kelib boshqa qilib. Mana shunaqa silay rahim bor bo'lsa, menimcha jamiyat ham yaxshilashadi. Men haligacha bor deb o'ylayman. Meni tanishlarim orasida bu narsa bor. Bor bo'lishsin ham.
umrligi uzoq bo'lsin. Balki shunaqa insonlar borligi uchun ham qiyomat qoyim bo'lmaydi. Haligacha Balki-da davom etayotgandir. baxtimga menda o'sha eng yaxshi yaqin og'aynim bor, Fazliddin. 2011-yil Sergelidan Yakkasaroyga ko'chgan bo'lsam, baribir muhtam ta'sir qilar ekanda. Endi Sergelida bilasiz, baribir dvish qanaqa, dunyoqarash boshqa. Bu yoqda Yakkasaroyga ko'chganda o'shani o'qishga, ilmga qiziqadigan bolalar ko'p edi. O'shalar orasida o'sha Fazliddin degan o'rtog'im raketda turadi. Tanishib qolganman. Bo'ldi o'sha 2011dan beri o'sha o'yin almasha, disk almasha, programmalarga qiziqib, Cubase, FL'larga qiziqib ko'rib, kirmagan tanaqalarimiz qolmaganda mediada. Boshida o'sha PS-larni disklar almashardi, keyin multimediaga qiziqdik, disklar sotib oldik, programmalar Cubase ekan, qarang, FL ekan, bu o'rganib muzikaga, keyin u muzikadan sekin uzoqlashib ketdi. Dunyoqarash ozgina yaxshigina o'zgarib ketib, o'shandan beri u gazeta uni transformatsiyasi 2017-yildan bo'lganda, meniki 2015da bo'lgan. Tipa shiq bo'ladi-yu, odam o'zgarib qoladi o'sha. Shunaqa bo'lgan. Unda 2017dan beri gap yo'q, narusheniya почти yo'q deb men ko'rgan. Endi menda ko'p narusheniyalar bo'ladi, chiqib ketib qolaman relslardan. Unda bo'lmagan, doim o'sha borligi, u bilan doim svязьdaligim meni qanaqadir to'g'ri yo'lga boshlab turadi. Odamda o'zi shunaqa bitta bo'lishi kerak. Ko'p kruglarda bo'ladi, bittasi rahmon bo'ladi, bittasi shaytonroq bo'ladi-da. Ikkinchisi kerak unga har doim. O'shandan ikkalasi ham yaxshi yo'l ketadi. Nevroz degan kasallik haqida eshitganmisiz? Eshitganman, lekin unaqa to'liq bilmayman. Psixologik kasallik. Ketganroq. Depressiya, siqilish, har xil xayollar, og'ir kasallik desa ham bo'ladi. Menda o'sha nevrozni boshlanishi bo'lib o'tganda. Necha yil bo'ldi? 1 yil bo'ldimi? Hozirgi sostoyaningizdan kelib chiqib yetsam, ham yenggan ekansiz bu narsani. Ko'rgandan beri spokойнийsiz-da. O'tgan yili dato shunaqa darajaga kelib qoluvdim. Arzimagan narsaga nervni chiqib ketadigan, vashi salkam jindaxonaga yotib qoladigan darajada bo'lib qoluvdim desam ham adashmaydi. O'sha holatda o'sha yaqin insonlar, yaxshi insonlar haqida gap ketganda aytib o'tib ketishim kerak. Odam muhtoj bo'lib qolar ekan, prosta eshitadigan odamga ham dajda. Prosta eshitsa bo'ldi sizni. Eshitsa bo'ldi ham emas, siz unga etkiz ham kelish kerak-da. Bir xillar bor, eshitadi, gap yo'q, etkiz kelmaydi unga. Mana o'shunaqa insonlardan bittasi nima shu bola bo'ladi? Biladanmi? Любой temada borib, men bu bilan откровенно gaplasha olaman. O'zingiz bilan gaplashgandek. Bu berayotgan savetga miyamdagi yaxshi odamim bor-ku, masalan, odamning miyasida yaxshi odam, yomon odam bo'lsa, ikkita odam bo'lsa, miyasida bu berayotgan savetlari har doim yaxshi odamning savetlari bo'lganda, shu uchun ham tomosha qilayotganlarga, uzr gapingiz bo'ldi, tomosha qilayotganlarga aytib o'taylik. Hozir bu deganni ko'pchilik tushunmayapti. Kadr orqasida Diyor Yakubov Oybekovich bilan o'tiribdilar. Yaqinlar o'shalar haqida gap ketyapti. Молодец. Men misol juda ko'p bolalarni ko'rdim, juda ko'pchiliklarga yaxshilik qilganman vaqt kelganda, juda ko'pligiga ziyon qilgandirman. Ichida g'irazi yo'q. Sizga nisbatan manfaati bormi, yo'qmi, sizni foydangiz unga tegadimi, yo'qmi? Bunaqa insonlar kamda hozir. Seriozda kam. Unda qariydi, sizdan to'lq bormi, nimadir? Sizga yaqinlashishingiz kerak. Unda qariydi, sizdan to'lq yo'qmi, iloji bo'lsa talqat. To'lq qizi bo'lib qolgan odamlar. Odamlar o'sha to'lq nimaligini bilmaydi lekin o'zi. Mana hozir tan olish. Hammani o'zicha to'lq. O'zini xayolida yasab olgan to'lqi bor. Молодец, men bu odamni, bu insonni o'sha tarafligini hurmat qilaman. Samimiylik degan tema gapiryapsiz, meni ko'zim oldidan shu o'tdi desam ham bo'ladi. Samimiylik deyilyapti. Tipa samimiylikka deystva qilgan bolalardan bittasi bilaman. Eng kerakli kачество deyman. Azizlar, narkotik iste'mol qilmang. Bu juda ham zarar. Biz bunga qarshimiz. Hech qachon hech kimga narkotik moddalarini iste'mol qilishni tavsiya qilmaymiz. Sizlar bilan Tohir aka bo'ldilar. Kamina Kamtarin xodimingiz Isfandiyor Husanov aka более известный как Xursand Ro'zi bo'ldik. Podkast shu, tamom. Xudo xolasa kimdir nimadir ozgina olsa xursand bo'lamiz. Это был обычный разговор. Oramizda oddiy suhbat bo'ldi. O'zinglarni, yaqinlaringlarni ehtiyot qiling. Salom. Prichoskani buzmaydi joyida bosvorur. Kecha onamlardan xabar olsam bilmayman. Baloxo'rlik bo'ldi uyda. Rahmat jigar xursandman.